Instagramda qilgan ishlaringiz videosini ko'ryapsiz mana. Deyarli bu degani nima degani? Hammasi bir xilda nahv belgilandi degani bas. Sababi endi bitta oddiy 1 sm cho'zilgan chiziqning o'zi ham narxiga endi sezilarli darajada qo'shilib qolishi mumkin. Shuni endi inobatga olib bersalar, endi xursand bo'lamiz. Qarang. Akalarimiz mehmon uzoq-joydan olib kelishdi. O'zini do'ymi mashinasini chiroyli qilib bitkizib berdi deyishdi. Eshigi, orqa kalinkasida ishi bor. Bu rahni qarang. Bu liniya kelib turib, tepasiga darmanday cho'zilish tushib qolgan. Lekin shunga qaramasdan o'zini maksimalniy holatda chiroyli qilib bitkizib beradi akamizni ishontirib olib qoldim. Agar sizga ham shu rezultat qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib turing. Qanchalik darajada ishimiz sifatiga xolis baho berasiz. San'at asarini ham ishlanib yotib oldi akalar. Do'mik mashinamiz bor, mana shu eshik qismi narmanday cho'zilgan edi. Mana shu figurani tepasi bor, bir qaror cho'zilgan joy bor edi. Uni ham apparatda maksimalniy holatda 5 ishga holatda qilib berishga harakat qildik. Hattoki lampada shakran gulini ko'rib olishingiz mumkin. Endi mehnat qildik, sababini qildik. Endi maksimalniy holatda bitkizib berishga harakat qildik. Bu paroy qismini esa akamiz o'zlari kosmetika qilib oladigan bo'ldi. Kosmetikalarni qilib olsa, deyarli umuman hech narsa bo'lmaganda qolib qoladigan umiddaman. Agar sizga shu mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, ishimizga bo'lgan fikrni qoldirib qolaversa, endi aynan shu videoni ko'proq tanishingizga jo'natib, obuna bo'lib, repost bosib bersangiz, albatta bizga motivatsiya va podдержка bo'lgan bo'ladi.